negativlar qanaqa odamsizlar? Ozgina kallangni ishlab, jicha chuqurroq o'ylab turib, keyin nima yozinglar? Kommentariya yozinglar, negativlar. Men sizlarga yozib tushuntirib beraman nima bo'lganini. Shu qo'yib turib, hozirgi ko'rib turgan videolaringdan profilimda bitta oldingi video bor qo'yilgan. Kommentariyasiga sen Xudoni tanimaysan, sen u bo'lasan, sen bu bo'lasan, qabristonda o'yinchoq qilma, dinda o'yinchoq qilma. Hech qanaqa bu yerda biz dinda o'yinchoq qilmoqchi emasmiz. Qilmaganmiz ham. Qabristonda o'yinchoq qilmaganmiz. Ikkinchidan bu qabristonda olingan video emas. O'rtoqlarimiz bilan biz cho'lga bordik, Baliqovga. Baliqovga borgandan keyin men qaradim, o'rtoqlarimda tonlar bor. Bu ideya ko'chirilgan ideya bor edi, bu turgan edi. Keyin o'rtoqlarimga aytdik, o'rtoqlarim bilan birga oldik shu videoni. Cho'lda olingan bu video, cho'lda. Boshqa hech qanaqa bir nima deydi? Xabarimiz bor, negativlar, sizlar yozib turgan narsada hammamizda hamma narsasidan xabarimiz bor. Iltimos sizlardan bunaqa negativ yozmanglar. Bo'ldi, tamom.